Amerikada bilasizlar, trak sohasi juda ham rivojlangan. Trakda почти hamma narsani tashiydilar-da. Uy, moshin, texnikalar, armiyani, tank, shunaqa любой narsasini tashiydi. Amerikada eng zo'r pul topayotgan trakchilardan biri mana bunaqa oversize load deydi. Ya'ni katta yuklarni tashiydi mana. Ozgina chekkaga olib o'tamiz. Uzunligi bizani trakdan ham uzun, yukni kattaligiga qaranglar. Nechta balloni bor? Mana shu yerda nechta ballon bor? Patak traklar bu yukni tashay olmaydi. Основной Peterbilt bilan Kenworth degan traklar bor, o'shalar tashiydi. Haftasiga men eshitishim bo'yicha 20 mingmi, 30 mingmi, 40 ming dollargacha gross qiladi deydi. Lekin bular o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Katta yukni ortadi, o'zlaringiz mahkamlaysizlar. Bularni bitta oldindan bitta orqada ikkita soprovождение bilan olib ketadi. Antennachasi bor. Polni yuklarni tegadimi, tegmaydimi, mostdan o'tadimi, o'tmaydimi, hammasini tekshirib, yukni olib borib beradilar. Biz ham yo'l berdi mana. O'sha soprovождение bilan olib boradi. Akalar, lekin normalniy soqa qilaman desangizlar, shu traklarga ham chiqsangizlar bo'ladi. Endi bizga osoni shu Amazon. Tirsi uladik, olib bordik, tashadik, chiqdik, ketdik. Eng zo'ri shu bizlar uchun. Nima deb o'ylaysizlar akalar, oversize'ga chiqsa yaxshimi yo Amazonda ishlasami?